Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bugun biz butun dunyo jamiyati qatorida katta sinovlarni boshimizdan o'tkazmoqdamiz. Koronavirus pandemiyasi butun dunyoni larzaga solib, afsuski hozirgi kunda ham davom etmoqda. Koronavirus pandemiya paytida nafaqat dunyo, balki jonajon vatanimiz ham hozirgi kunda o'zini boshidan hammamiz sinovli kunlarni o'tkazmoqdamiz. Bu ofatga qarshi kurash choralari ko'rish borasida muhtaram prezidentimiz boshchiligida barcha imkoniyatlardan foydalangan holatda reja asosida tizimli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Shunga qaramasdan hozirgi kunda respublikamiz hududida shu koronavirus o'sha keng tarqalishi kuzatilmoqda. Shu fursatdan foydalanib, hurmatli tumandoshlar, karantin paytida karantin qoidalariga qat'iy amal qilishlaringni, shaxsiy gigiyenaga, sanitariya qoidalariga rioya qilishlaringni, shuningdek hurmatli shifokorlarimizni bizga berayotgan tavsiyalarga qat'iy amal qilishlaringni so'rab qolaman. Qachonki biz temir intizom bilan qat'iy o'sha karantin qoidalariga rioya qilsak, bir yoqadan bosh chiqarib, hamjihatlik bilan ish olib boradigan bo'lsak, albatta bu baloni yengib o'tamiz. Hurmatli fuqarolar, koronavirus pandemiyasi davrida har bir fuqaro o'sha karantin qoidalarini qat'iy amal qilishni o'zidan boshlash kerak. Mana hozir televideniya orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali biz kuzatib boryapmiz. Fuqarolarimiz tomonidan karantin qoidalariga rioya qilmaganliklari oqibatida karantin qoidalariga bepisand munosabatda bo'lishganligi oqibatida nafaqat o'sha bu virusni keng tarqalishiga, balki fuqarolarimizni hayotdan ko'z yumish holatlari ham ko'payib borishiga olib kelayotganligini mana hammamiz guvohimiz. Shuning uchun hurmatli fuqarolar, karantin qoidalariga qat'iy amal qiling. Karantin qoidalariga amal qilmaslik, karantin qoidalarini qasddan buzish, fuqarolarni sog'lig'iga, salomatchiligiga o'sha jiddiy xavf solayotganligi, bu qonunlarda ham o'sha karantin qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik borligi belgilab qo'yilganligini sizga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Hurmatli fuqarolar, avvalambor mana yurtboshimiz bunday bir qiyin sinovli kunlarda ham shu koronavirus balosi bilan kurashda juda katta o'z sa'y-harakatlari bilan belgilab berilgan tizimlari orqali mana ish olib borilyapti. Lekin mana ayrim fuqarolarimiz tomonidan karantin qoidalarini qo'pol ravishda buzish holatlari, karantin qoidalariga amal qilmaslik holatlari davom ettirildi. Ming afsuski, buni oqibatida nafaqat mana respublikamizda, mana viloyatimizda, balki mana So'x tumanimizda ham bu o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Hozirgi kunda mana Hushyor'dagi o'sha yuqumli kasalliklar shifoxonasida 7 ta fuqaromiz shu koronavirusga gumon qilinib, hozirgi kunda yotqizilgan va davolash ishlari olib borilmoqda. Bu gumon qilingan o'sha fuqarolarimizni 7 tasini hozirgi kunda ahvoli, umumiy ahvoli qoniqarli. Barcha dori-darmonlar, o'sha sharoitlar yetarlicha tashkil qilib berilgan. Endi har bitta mana yurtboshimiz, muhtaram prezidentimiz doim o'sha bizga ta'kidlaydilar. Har bitta holatlarni oqibati bilan kurashdan ko'ra uni oldini olish choralarini ko'rish kerak. Oldini qanaqa qilib olamiz? Qanaqa qilib biz bu koronavirusni to'xtatamiz?
albatta har bitta fuqaro o'zidan karantin qoidalariga amal qilishni qat'iy talab qilib, o'zi intizomli bo'lsa, o'zi va oilasi bilan birga karantin qoidalariga qat'iy amal qiladigan bo'lsak, shifokorlarimiz tavsiyasiga amal qiladigan bo'lsak, mana har kuni shu televideniya orqali, ijtimoiy tarmoqlarda mana hammamiz kuzatib boryapmiz. Bu koronavirusga qarshi kurash bo'yicha barcha tavsiyalar, barcha ko'rsatmalar berilmoqda. Shu ko'rsatmalarga, tavsiyalarga qat'iy amal qiladigan bo'lsak, albatta bu baloni yengamiz. Shuning uchun hurmatli tumandoshlar, karantin qoidalariga rioya qiling. Shaxsiy gigiyenaga, sanitariya qoidalariga amal qiling. Qo'l berib so'rashish, quchoqlashib so'rashish qat'iyan taqiqlanadi. Yoshi 65 dan o'tgan fuqarolarimiz ehtiyoj bo'lmaganda umuman ko'chaga chiqmasliklarini tavsiya etamiz. Surunkali kasali bor fuqarolarimiz ham o'zini yakkalab ehtiyotsiz ko'chaga chiqmasliklarini tavsiya etamiz. Har bitta oila o'zini farzandiga, oila a'zolariga o'sha karantin qoidalarini amal qilishni o'rgatsa, shu tartibga rioya qilsa, albatta bu intizom bo'lsa, biz men o'ylaymanki, bir yoqadan bosh chiqarib, hamjihat bo'lib ish olib borsak, bu baloni albatta yengamiz. Hurmatli fuqarolar, mana shunday bir sinovli kunlarda albatta mana tumanning ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish harakati shu karantin paytida ham shu karantin qoidalariga amal qilgan holatda olib borilmoqda. Mana aholini bandligini ta'minlash, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, odamlarni doimiy daromadini kamayishiga yo'l qo'ymaslik, o'sha bu qisqa muddatda tuman iqtisodiyoti to'xtab qolmasligi uchun barcha chora-tadbirlar ko'rilyapti. Eng asosiysi shu tumanimizda o'sha yoshlari va xotin-qizlari mana bandligini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamda ishlar olib borilmoqda. Pandemiya tarqalishini sur'ati kundan kunga oshib borayotganligi, ayniqsa xorijiy mamlakatlar va qo'shni davlatlarda bugungi holat har birimizni ogohlikka va hushyorlikka chorlaydi. Tumanimizda o'sha bu baloga qarshi kurash bo'yicha 4 ta sektor kesimida maxsus ishchi guruhlar tashkil etilgan. Hozir tumanimizda 27 ta mahallalarida o'sha karantin postlari tashkil etilgan. Bu postlarda jamoatchilik vakillari, ichki ishlar, Milliy gvardiya xodimlaridan iborat o'sha xodimlarimiz tunu kun xizmat olib borishyapti. Endi men tuman hokimi sifatida tumandagi davlat va jamoat tashkilotlari, tadbirkorlik subyektlari va oddiy fuqarolarimizdan yana bir bor shuni so'ramoqchimanki, bunday sinovli kunlarda albatta karantin qoidalariga qat'iy amal qilgan holatda, yana bir bor qaytaryapman, karantin qoidalariga qat'iy amal qilgan holatda shaxsiy gigiyenaga, sanitariya qoidalariga, shifokorlarimiz tomonidan berilgan tavsiyalarga amal qilgan holatda yashashga va ishlashga o'rganishimiz kerak. Albatta buning uchun bizdan faqat bir narsa, temir intizom va hamjihatlik talab etiladi. Endi bugungi kunda tumanimizda tibbiy xizmat ko'rsatish, koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash va uni oldini olish bo'yicha imkoniyat darajasida barcha sharoitlar yaratib qo'yilgan. Hozirda So'x tumanida tumanning sanitariya epidemiologiya ososhidalik markazida fuqarolardan tahlil natijalari olinmoqda. Pandemiya davrida jami 1500 ta yaqin test natijalari olindi va bu borada har kuni ish olib borilmoqda.
aholi xonadonlari, tashkilot va muassasalar, odamlar gavjum bo'ladigan maskanlarni dezinfeksiya qilish uchun 6 ta maxsus texnikalar jalb etilgan. Zararsizlantirish ishlarini tizimli olib borish uchun qo'shimcha 100 nafar fuqarolar shartnoma asosida jamoatchilik asosida ishga qabul qilindi. Va hozirgi kunda bu 100 nafar o'sha ko'ngillik, o'sha jamoat asosida ishga olgan fuqarolarimiz ham o'sha tumanimizda dezinfeksiya ishlarini olib borishda qatnashmoqdalar. Hozirgi kunda tumanimizning Xushyor mahallasida joylashgan o'sha yuqumli kasalliklar shifoxonalarida o'sha hamalaring bilasizlar 25 ta o'sha o'ringa mo'ljallangan edi. Hozir biz qo'shimcha 2 ta binoni ham ta'mirlab, o'sha tayyorgarlik ishlarini o'tkazib, hozirgi kunda 60 nafar o'sha bemorlarni yotqizish va davolash uchun barcha sharoitlarni yaratib qo'ydik. Tumanimizdagi 10 ta ijtimoiy va xususiy dorixonalarda 61 ta turdagi dorilarning yetarli zaxirasi shakllantirilgan. Hukumatimizning alohida tumanimizga bo'layotgan e'tibori tufayli o'sha tumanimizga 11 xil uskunalari olib kelindi. 11 ta. Va shuningdek 5 nafar malakali shifokorlarimiz tumanimizga hozirgi kunda o'sha safarbar qilinib kelgan va hozirgi kunda ish olib borishmoqda. Uchun biz ham berayotgan e'tiborlarga javoban vatanimiz ravnaqi, taraqqiyotiga hissa qo'shish maqsadida samarali faoliyat olib borishimiz zarur bo'ladi. Mana endi bir tumanimizda 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlarni sarhisob qilib tahlil qiladigan bo'lsak, 2020-yilda 6 oyda tumanimizni ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish parametrlarini so'zsiz ta'minlash va 2020-yilda iqtisodiy o'sishni barqaror yuqori sur'atlarni saqlash uchun zarur zamin yaratilgan. Tuman bo'yicha 2020-yil 6 oy davomida sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish 34,2 milliard so'm. Xalq iste'moli mollarini ishlab chiqarish 24,2 milliard. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish 137,7 milliard so'mni. Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar 13,3 milliard so'mni. Qurilish pudrat ishlari 44,8 milliard so'mni. Chakana savdo tovar aylanmasi 105,8 milliard so'mni. Jami xizmatlar hajmi 76,6 milliard so'mni tashkil etadi. 2020-yilning birinchi yarim yilligida jami 1,460,000 AQSh dollarlik, shundan 772,000 AQSh dollari sanoat mahsulotlari, 688,000 AQSh dollari qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qildik. Jumladan Obishir Biznes Servis maslahat cheklangan jamiyat tomonidan 6 oy davomida 615,3 ming AQSh dollari, So'x Agro Biznes MChJ tomonidan 702,7 ming AQSh dollari va Turg'unov Alham MChJ tomonidan 136,3 ming dollar miqdorda sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksport qilindi. So'x tumanida 2020-2021 yilga mo'ljallangan investitsiya dasturlari ishlab chiqilgan. 95 ta investitsiya loyihalari shakllantirilgan. Hozirgi kunda ushbu shakllantirilgan investitsiya loyihalari bo'yicha tarmoq jadvallari ishlab chiqilib tasdiqlangan va keng ko'lamda o'sha tijorat banklari, tarmoqlar bilan hamkorlikda bu loyihalarni ishga tushirish masalasida ishlar olib borilyapti. Endi loyihalarning umumiy qiymati 213 milliard 634 millionni tashkil etadi. Shundan o'z mablag'i 99 milliard 425 million, bank krediti 56 milliard 993 million so'mni, xorijiy kredit liniyasi 476 ming AQSh dollar,
to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiya 5 million 200 ming dollarni tashkil etadi. Agar biz shu loyihalarni shu bosqichma-bosqich ishga tushiradigan bo'lsak, tumanimizda 5 mingga yaqin fuqarolarimiz bandligi ta'minlanadi. 5 mingga yaqin fuqarolarimiz o'sha doimiy ish bilan ta'minlanadi. Endi har bitta loyiha bo'yicha mana qisqacha agar sizlarga ma'lumot bersam, mana sanoat yo'nalishida jami 35 ta loyihalar shakllantirilgan. Bu loyihalarning umumiy qiymati 115 milliardni tashkil etadi. Endi bu sanoat yo'nalishidagi 35 ta loyihalarni ishga tushirish hisobiga 620 nafar yangi ish o'rinlar shakllantiriladi va 620 nafar fuqarolarimizni bandligini ta'minlashga erishamiz. Qishloq xo'jaligi yo'nalishida jami 30 ta loyihalarimiz mavjud. Bu investitsiya loyihalarimizning umumiy qiymati 58 milliard 255 million so'mni tashkil etadi. Endi ushbu loyihalarni qishloq xo'jaligi bo'yicha amalga oshirish natijasida 3910 nafar fuqaromizni bandligini ta'minlashga erishamiz. Mana xizmat ko'rsatish yo'nalishida ham jami 30 ta loyihalarimiz mavjud. Umumiy o'sha qiymati bu loyihalarning 40 milliard 50 million so'mni tashkil etadi. Ushbu xizmat ko'rsatish yo'nalishida ham o'sha loyihalarimizni amalga oshirishimiz natijasida 394 nafar fuqarolarimizni yangi ishchi o'rinlari bilan, ya'ni bandligini ta'minlaymiz. Albatta bu investitsiya loyihalarini o'sha mukammal ishlab chiqish, ularni o'sha istiqbolini ko'rib chiqish, bu borada tashabbuskorlar bilan, o'sha tijorat banklari bilan hamkorlikda ishlarimiz kunlik nazoratga olingan. Hozirgi kunda shu loyihalarimizdan qariyb o'sha 10 ga yaqini ishga tushirildi qisqa muddat ichida. Misol uchun So'x asfalt beton qurish MChJ tomonidan umumiy qiymati 2 milliard 200 millionlik, shundan bank krediti 700 million so'm bo'lani tashkil etadi. Qolgani o'z mablag'i hisobidan beton plita, drabilka va latok mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha korxonamiz ishga tushdi va bu korxonaning ishga tushishi barobarida 30 nafar fuqaromizni bandligi ta'minladi. Endi yana bir misol, Binokor Mohir xususiy o'sha korxonasi tomonidan umumiy qiymati 400 million so'mlik o'sha loyiha ishga tushirildi. Bu asosan bu ham beton plita va latok ishlab chiqarish loyihasi edi. Bu loyihani ishga tushirish natijasida 12 nafar fuqaromiz bandligi ta'minlandi. Va bunday misollar juda ham ko'p. Endi hurmatli tumandoshlar, bu ko'rsatkichlarga qabul qilingan o'sha iqtisodiy dasturlarni hayotga tatbiq qilish hamda tumanda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga yaratilayotgan imkoniyatlardan unumli foydalanish natijasida erishmoqdamiz. Tumanda yalpi qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi 2020-yil 6 oy davomida 137,7 milliard so'mni, bu o'sha o'tgan yilga nisbatan ya'ni 104,9% tashkil qiladi. Ushbu sohada 6 oy yakuni bilan 3566 tonna sabzavot, 5168 tonna kartoshka, 1505 tonna meva, 1374 tonna go'sht, 15591 tonna sut va 1321 dona tuxum yetishtirildi. Aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash, ichki bozorda narxlarni barqarorligini saqlash, kelgusidagi vazifalar to'g'risida asoslantirilgan hisob-kitoblar shakllantirilgan va shu asosida tizimli ishlar olib borilmoqda. Tuman aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlash va ichki bozorlarda narxlarni barqarorligini saqlash maqsadida tuman hokimligi tashabbusi bilan maxsus ishchi guruhlar tashkil etilgan. Bu ishchi guruhlarga o'sha prokuratura, ichki ishlar, davlat soliq idoralari, keng jamoatchilik
deputatlardan iborat bo'lgan o'sha xodimlar jalb qilingan va tumanda bu ishchi guruhlar narxlarning barqarorligini ta'minlash bo'yicha ishlarni olib borishmoqda. 2020-yil hosil uchun shirkat va fermer xo'jaliklar tomonidan parvarish qilinayotgan qishloq xo'jaligi ekinlaridan 5450 tonna g'alla, 10250 tonna kartoshka, 3148 tonna sabzavot, 40000 tonna moyli mahsulotlar, 16000 tonna ozuqa ekinlari ishlab chiqilishi belgilangan. Hozir mana bu borada juda katta hajmdagi ishlar olib borilmoqda. Yuqoridagi tadbirlarni tizimli tashkil etish natijasida shirkat va fermer xo'jaliklari hamda aholi tomorqalaridan tuman bo'yicha jami 17230 tonna meva, 12964 tonna kartoshka, 1850 tonna piyoz, 4600 tonna sabzi, 10772 tonna boshqa sabzavotlar, 323 tonna dukkorchilik mahsulotlar, 5985 tonna bug'doy mahsulotlari yetishtirilishi rejalashtirilgan. Joriy yilda o'sha shirkat va fermer xo'jaliklar o'sha yerlardan samarali foydalanish maqsadida o'sha hozir bug'doydan, g'alladan bo'shagan yer maydonlariga ikkinchi o'sha ekinlar ekish ishlari ham tizimli olib borilmoqda. Viloyatimiz hokimining 2020-yil 16-apreldagi viloyatda chorvachilik sohasini yanada rivojlantirish, mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish, aholiga arzon va sifatli chorva mahsulotlarini yetkazib berish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 106-sonli qaroriga muvofiq So'x tumanida ozod shirkat xo'jaligida 33 bosh qoramolga mo'ljallangan chorva kompleksi, So'x shirkat xo'jaligida quyonchilik, Hushyor shirkat xo'jaligida asalarichilik, Mirzo Abdulloh MChizda parrandachilik xo'jaliklarni tashkil etish ishlari olib borilmoqda. Respublikamizda yoshlarga bo'layotgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Har bitta yosh o'sha va ishsiz bo'lgan fuqarolarimizni hozirgi kunda hisob-kitob qilinib, ular bilan ham o'sha ularni bandligini ta'minlash bo'yicha o'sha tizimli ishlar olib bormoqdamiz. Zero yoshlar buyuk vatan kelajagi bunyodkorlaridir. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi So'x tumani kengashi tomonidan 2020-yilning 1 va 2 chorak davomida jam bo'lib 150 dan ortiq ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, ochiq muloqot, davra suhbat, uchrashuv, ko'rik tanlovlar hamda onlayn viktorinalar tashkil etilgan. Tashkil etilgan barcha uchrashuvlar va onlayn tadbirlarga 10 mingdan ortiq yoshlarimiz jalb qilindi. Jumladan o'sha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 27 dekabr kunidagi Toshkent shahridagi Muhammad al-Xorazmiy nomidagi ixtisoslashgan internet maktabida yoshlar bilan uchrashuvda belgilab berilgan vazifalari ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning 6 oy davomida 8 marotaba hokim va yoshlar, prokuror va yoshlar, sektor rahbari va yoshlar uchrashuvlari tashkil etilgan. Albatta bu karantin qoidalariga amal qilgan holatda bu tadbirlarni qat'iy nazoratga olinib o'tkazilgan. Mazkur uchrashuvlar davomida 540 nafar yoshlar tomonidan 330 dan ortiq muammo va takliflar bildirilgan hamda 85% ga yaqin bildirilgan muammo va takliflar o'z joyida hal qilingan. Qolgan ba'zi muammolar tuman hokimi boshchiligida tashkil etilgan o'sha komissiyalar va tomonidan o'rganib chiqilib, ularning ijrosi bo'yicha yo'l xaritasiga kiritilgan va tegishli o'sha ishlar amalga oshirilmoqda. Ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida Xalq deputatlari Farg'ona viloyat kengashining 2020-yil 3-mart kunidagi o'sha qarorga muvofiq Xalq deputatlari Farg'ona viloyat So'x tuman kengashi tomonidan joriy yilning 12-mart kunidagi
o'sha qarorga asosan So'x tumanida 2020-yilda ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar to'g'risida va ushbu qarorga asosan manzilli reja tasdiqlangan. Endi albatta yoshlarimizni bandligini ta'minlash hozirgi kunda eng ustuvor vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Endi 421 nafar kasbiy o'qitish orqali 81 nafar ishlab chiqarish, xususan qandolatchilik, oziq-ovqat, qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish orqali 16 nafar xizmat ko'rsatish jumladan avtomobillarga, kompyuter va texnikalarga xizmat ko'rsatish, go'zallik saloni, sartaroshlik orqali 30 nafar bog'dorchilik, makkajo'xori, sholichilik va boshqa dukkonlik o'simlarini yetishtirish orqali 60 nafar chorvachilik o'sha sohasida, 4 nafar pillachilik sohasida, 230 nafar tomorqa xo'jaliklari, issiqxonalar orqali o'sha 11 nafar yoshlar kelajagimiz jamg'armasi va har bir oila tadbirkor davlat dasturi ajratilgan imtiyozli kreditlar orqali 25 nafar hamda bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkalari doirasida 120 nafar yoshlarimiz bandligi ta'minlandi. Joriy yilni iyun oyida O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi tuman kengashi, respublika va viloyat ish guruhi a'zolari, tuman hokimligi hamda aholi bandligi ko'maklashish markazi hamkorligida tashkil etilgan mehnat yarmarkasida tumanimizdagi 853 nafar ishsiz yoshlarimizni bandligi ta'minlanib, tumandagi korxona tashkilotlar va xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan firmalarga doimiy ishga joylashtirildi. Shuningdek, pandemiya davrida ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida tumanimiz hokimligi va bandlikka ko'maklashish markazi bilan Toshkent shahridagi qurilish ishlariga 600 nafardan ortiq yoshlarimiz ishga yuborildi. Hamda may, iyun, iyul oylarida 120 nafar yoshlarga haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilindi. Pandemiya davrida haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilish yoshlar va ko'ngilli volontyorlar tumanda faoliyat olib borayotgan Milliy gvardiya hamda sanitariya, epidemiologiya xodimlari bilan hamkorlikda mahalla guzarlari, bozor va markaziy ko'chalarda targ'ibot tashkilot ishlari va dezinfeksiya ishlarini amalga oshirmoqdalar. Bundan tashqari, tuman kengashi bandligi ko'maklashish markazi va qishloq xo'jaligi bo'limi bilan hozirgi kunda g'aladan bo'shagan yerlarni, o'sha xususan mana misol aytadigan bo'lsak, kechagi kuni So'x shirkat xo'jaligi yerlarini ishsiz yoshlarga vaqtincha foydalanish sharti bilan 50 sotikdan 1 gektargacha takroriy ekin ekish uchun ajratib berildi. Hurmatli so'xliklar, tumanimizda o'sha barcha sohalar qatori ta'lim sohasida ham ko'p o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. So'x tumani xalq ta'limi bo'limi tasarrufida 2020-yil yanvar oyi holatiga jami 28 ta umumiy o'rta ta'lim maktablari, 3 ta ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktablari hamda bitta Barkamol avlod bolalar markazi faoliyat olib bormoqda. Va ularga 17.045 nafar o'sha yoshlarimiz bu o'quv maskanlarida ta'lim olishyapti. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida 1337 nafar pedagog xodimlar faoliyat olib bormoqdalar. 2020-yil investitsiya dasturi asosida So'x tumanida bitta rekonstruksiya, ya'ni 4-maktab 1 million so'm mablag' ajratilgan rekonstruksiya ishlari olib bormoqda. Bitta yangi maktab qurish uchun So'x tumani Saribozorcha mahalla fuqarolar yig'ini hududida o'sha 5 milliard 676 million so'm mablag' ajratilib, o'sha joyda o'sha maktab qurish ishlari hozirgi kunda qariyb 80% ga o'sha ishlar bajarilib, hozirgi kunda qurishlari davom etmoqda. Endi muhtaram prezidentimiz tomonidan birgina So'x tumani o'sha bitiruvchilarga davlat granti asosida oliy ta'lim muassasalariga kirishlari uchun ajratib berilgan 500 ta kvota haqiqatdan ham So'xli yoshlar hayotidagi unutilmas tarixiy voqea sifatida muhrlandi.
yana bir muhim jihati 2019-2020 yillarda tumanimizda ta'lim olayotgan jami 955 nafar o'quvchilar 11-sinfni bitirib, shundan 21 nafar o'quvchilar oltin va 32 nafar o'quvchilarimiz kumush medali sohibi bo'ldilar. Agar tumandagi maktabgacha ta'lim tizimi borasida gapiradigan bo'lsak, bugungi kunda tumanimizda 23 ta davlat hamda 6 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyat yuritib kelmoqda. 2019-yil investitsiya dasturida 3 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ya'ni Zangat, Qalacha, Istiqlol mahallasida rekonstruksiya qilinib, ishlar o'sha olib borildi va ishga tushirildi. 2020-yilda esa Qahr mahallasida 120 nafarga mo'ljallangan, Sarikanda mahallasida 90 o'ringa mo'ljallangan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari qurilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, Sharqobod mahalla fuqarolar yig'inidagi 14-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi to'liq rekonstruksiya qilinishi belgilangan va hozirgi kunda bu borada ham ishlar boshlandi. Qo'lga kiritilgan barcha muvaffaqiyatlar qatorida hayotimizda muammo va kamchiliklar ham uchrab turibdi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, iyun oyi avvalida tumanimizga respublikadan tashrif buyurgan ishchi guruhlar tomonidan o'sha tumanimizda aholini qiynayotgan muammo va kamchiliklar o'rganilib, aniqlangan muammolarning aksariyati o'sha tizimli joyda hal qilish ishlari olib borildi. Mana hozirgi kunda ham bu ishlar olib borilyapti. Lekin o'z yechimini kutayotgan muammo va kamchiliklar juda ko'p. Agar bir tani bir jon bo'lib birgalikda faoliyat yuritsak, o'ylaymanki, oldimizga qo'yilgan barcha vazifalarni so'zsiz bajaramiz. Buning uchun vaqt va muddat, sabr lozimligi aslo unutmasligimiz darkor. 20-yil tumanimizda 6 oy davomida tumanimiz hokimligiga 888 ta murojaatlar kelib tushgan. Ushbu murojaatlarning 605 tasi jismoniy murojaatlar, jismoniy shaxslardan tushgan. 283 tasi yuridik shaxslar murojaatlari hisoblanadi. Mazkur murojaatlardan 215 tasi sayyor qabullarda, 412 tasi yozma murojaatlar, 232 tasi yozma murojaatlar, og'zaki murojaatlar kechirasiz. 132 tasi elektron murojaatlar, 145 tasi qanoatlantirilgan, 243 tasi bo'yicha tushuntirishlar olib borilgan. Bundan tashqari 6 oy davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qabullarida jami 99 ta murojaatlar qayd etilgan bo'lib, ulardan 26 tasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti xalq qabulxonalaridan, 73 tasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonalaridan kelib tushgan. Ulardan 71 tasi to'liq qanoatlantirilgan, 28 tasi joylarida tushuntirilgan. Tumanimizda kam ta'minlangan oilalar, ijtimoiy ko'makka muhtoj fuqarolar va moddiy ta'minotga muhtoj fuqarolarimizga moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash, kambag'allikni qisqartirish yo'nalishida ham ko'p ishlar amalga oshirildi. Buni mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash negizida tashkil topgan Saxovat va ko'mak umumxalq harakati orqali qilingan xayrli amallar misolida ko'rishimiz mumkin. So'x tumani mahalla fuqarolar yig'ini hududida pandemiya davrida saxovat va ko'mak shiori ostida boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan va ehtiyojmand oilalarga homiylik tomonidan 1 milliard 215 million so'mlik, un mahsulotlari 174 million 134 ming so'mlik, yog' mahsulotlari 121 million 500 ming so'mlik, oziq-ovqat mahsulotlari 32 million 150 ming so'mlik marotalik, naqd pul mablag'lari 14 million 895 ming so'mlik, qurilish materiallari 20 million 250 million so'mlik, mayda chorva mollari 1 million 600 million so'mlik, parranda, shuningdek kambag'allikdan chiqarish bo'yicha 31 ta xonadonlarning 500 ming so'mlik gaz va elektr energiyasidan bo'lgan qarzdorliklari to'lab berildi.
Bu yo'nalishda eng avvalo mahalla mutasaddilari va xalq deputatlari fidoyilik ko'rsatishi lozim deb bilaman. Bugungi kunda jamiyatda mahalliy kengashlar faoliyatini yanada jonlashtirish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va nodavlat, notijorat tashkilotlar bilan hamkorlikda o'sha tizimli ishlarni olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi. Tumanda olib borilayotgan obodonlashtirish ishlari, barcha yangilanishlarning hammasi bevosita tuman kengash deputatlari faolligida amalga oshirib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5-6 iyul kunlari Farg'ona viloyatiga tashrif davomida viloyatimiz chegaradosh hududi, ya'ni So'x tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Xususan bugungi kunda tumandagi mavjud muammolarni bartaraf etish, aholi turmush darajasini yanada yaxshilash, tumanning aholisini ehtiyojmand qismini moddiy ta'minlash, ma'naviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha juda ko'p o'sha ishlar amalga oshirilmoqda. So'x tumanida 80 mingga yaqin aholi mavjud bo'lib, aksariyat aholining doimiy ish joyi bilan ta'minlanmagan. Tumanning geografik jihatdan joylashishi turizm yo'nalishi bo'yicha qulay imkoniyatga ega bo'lsa-da, turizm sohasi rivojlantirilmagan. Shuning uchun bu yo'nalishda ham hozirgi kunda o'sha yo'l xaritasi va alohida dastur asosida ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari oxirgi yillarda tumanda zamonaviy talablarga javob beradigan binolar qurilishi to'xtab qolgan edi. Hozirgi kunda bu ishlar boshlandi. Hozir o'sha zamonaviy binolar, uy-joylar qurish bo'yicha ishlarimiz boshlangan. Tumanda 15.898 gektardan iborat qishloq xo'jaligi mo'ljallanmagan yerlar bo'lib, 2018-2020 yillar davomida tadbirkorlik yo'nalishida atigi 36 gektardan iborat 5 ta bo'sh yer uchastkalari aksion savdolarida sotilgan. Vaholanki mahalliy aholi tomonidan bo'sh yer uchastkalariga bo'lgan talab ortib borgan. Yuqoridagilarga asosan hamda hududdagi aholini ish bilan ta'minlash, ular orasida tadbirkorlikni rivojlantirish, tuman salohiyatini, aholini daromadini va yer uchastkalariga bo'lgan talabani inobatga olib, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish maqsadida xalq deputatlari Farg'ona viloyat kengashi 2020 yil 16 iyuldagi So'x tumanida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan bo'sh turgan yer uchastkalarini jismoniy va yuridik shaxslarga to'g'ridan-to'g'ri berish haqidagi 6-8/39 sonli qarori. Ushbu qarorga asosan So'x tuman kengashi deputatlar bilan birgalikda tuman hududida joylashgan qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yerlarni hamda samarasiz foydalanib kelayotgan bo'sh turgan binolarni ishlab chiqarish, maishiy xizmat ko'rsatish, turizm hamda milliy hunarmandchilikni rivojlantirish uchun o'sha salohiyatli tadbirkorlarga ajratib berish yuzasidan hozirgi kunda amalda ishlar olib borilmoqda. Shuningdek, 2020 yil 7 oy mobaynida 8 ta sessiyalar o'tkazilib, 35 ta masala ko'rib chiqildi. Shundan tashkiliy masala 9 ta, hisobotlarni eshish 14 ta, hokimlar qarorlarini tasdiqlash 9 ta, jami 14 ta boshqa masalalar ham ko'rib chiqildi. Deputatlar tomonidan 36 deputatlik so'rovlar yuborish orqali aholi muammolari hal etildi. Deputatlar ishtirokida joylarda aholi bilan muloqotlar va sayyor qabullar tashkil etilib, fuqarolar tomonidan ko'plab murojaatlar hal etishda yaqin hamkorlik qilindi. So'x tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha muhtaram prezidentimiz alohida topshiriqlari asosida asrlarga tatbiqli ishlar amalga oshirilmoqda. O'sha hammamiz guvoh bo'lyapmiz. Har bir mahalla kesimida yillar davomida ta'mirlanmagan yoki o'sha qarovsiz qolgan ko'chalarimiz ta'mirlanmoqda. Beton qoplamalar bilan asfalt ishlari olib borilmoqda. Tumanimiz aholini qiynab kelayotgan elektr sohasidagi muammolar bosqichma-bosqich o'sha o'z yechimini topmoqda. Ichimlik suvi va sug'orish suvi bilan bog'liq muammolar bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilmoqda.
Hurmatli fuqarolar, So'x tumani alohida 3 yillik obodonlashtirish dasturi bo'yicha obod bo'ladi. Biz sizlar bilan prezidentimiz o'sha boshchiligida kelgusi yillarda So'xni eng obod va ko'rkam go'shaga aylantirishimiz uchun bir tani bir jam bo'lishimiz kerak. Qat'iy intizom bilan ish olib borishimiz kerak. Albatta shu prezidentimizni bizga, ya'ni So'x tumaniga berayotgan e'tiborlari va ko'maklaridan samarali foydalansak, har bitta berayotgan imkoniyatlardan to'liq foydalanadigan bo'lsak, shu 3 yilga mo'ljallangan dastur kesimida So'x tumanida juda ham katta o'zgarish bo'ladi. Men o'ylaymanki, So'x tumani nafaqat viloyatimizda, balki butun respublikamiz bo'yicha eng ilg'or tumanlar safiga qo'shiladi. Bizning eng birinchi qilinadigan ishimiz, ya'ni bu karantin qoidalariga qat'iy amal qilish kerakligini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Hurmatli tumandoshlar, hurmatli otalar, hurmatli onaxonlar, aziz aka-uka, opa-singillar. Iltimosim, karantin paytida karantin qoidalariga rioya qiling. Ehtiyotsiz ko'chaga chiqmang. Uyda qoling. Har bitta oila, har bitta fuqaro davlat nazoratida bo'lishi. Birorta fuqaromiz davlat nazoratidan chetda qolmasligi. Har qanday o'sha mushkul holatlarda biz yoningizga yetib borishimizni hech qachon unutmang. Siz uyda qoling. Biz siz uchun xizmat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.